shu bandni o'zini qaraydigan bo'lsak, shu Mudofaa vazirligiga aytayaptiki, 23-yil 1-dekabrga qadar 3 ta qonun loyihasini ishlab chiqib Vazirlar Mahkamasiga kiritsin degan vazifa turibdi. O'shaning ichida shu ham turibdi. Lekin o'sha asosdagi qonun loyihasini ko'radigan bo'lsak, u yerda aytilyaptiki, harbiy xizmatchilarning pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi deyapti. Xuddi shunday. Hozir bizga kirib kelayotgan qonun loyihasi boshqacharoq. Ya'ni harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risida. Obyekt kengayapti. Nafaqat harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari qo'shilyapti. Bu asosdan tashqari. Endi bu o'zi nimaga shu kengayib ketyapti? Yana qaraydigan bo'lsak, nomini ko'rib turibmiz. Hozir nomi o'zgaryapti. Nomi o'zgargandan keyin maqsad umuman boshqacha bo'lib ketyapti. Hozir maqsadiga qaraydigan bo'lsak, maqsadda yozilyaptiki, O'zbekiston Respublikasi harbiy xizmatchilarining Milliy gvardiyasi, ichki ishlar organlari va bojxona organlari xodimlarining, shuningdek ularning oila a'zolarining davlat pensiya ta'minoti sohasidagi munosabatlarini tartibga soladi, deyapti. O'zi nomi harbiy xizmatchilar edi, keyin harbiy xizmatchilarga ularning oila a'zosi qo'shildi. Endi hozir maqsadga kelib, harbiy xizmatchilardan tashqari Milliy gvardiya, ichki ishlar, bojxona organlari, ularda ham oila a'zolari hammasi qo'shilyapti. Eng qizig'i 3-moddaga kelib, davlat pensiya ta'minoti bilan pensiya bilan ta'minlash huquqiga ega shaxslar toifasi degan joyda undan ham keng. Nafaqat harbiy xizmatchilar, undan keyin yana kengayib ketgan. Bu holatlar menimcha hozir qonunda o'qib chiqib, men umuman tushunarsiz holatda yozilgan qonun loyihasi degan bir fikrga keldim.